Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Assalatu vassalamu ala rasulillah. Birodarlar, hozir WhatsAppdan bir ukamiz video jo'natgan ekan. Shu haqida bir munosabat bildirishimni so'rashgan edi. Xullas bu munosabat bildiriladigan bu video Andijonda bo'ldi. Bu voqea Andijonda Paxtabod degan tumanida juda bir og'ir jinoyat sodir qilgan bir insonni ustidan sud ishi borayotgan lavha ekan. Bu jinoyatchi haqida, buni jinoyati haqida va bunaqangi ulkan jinoyat qilgan odamlarni shariatda nima deb bunga hukm beradi va qanaqa jazolaydi. Mana shu haqida ko'p odamlarga qiziq bo'lyapti ekan shu narsa. Albatta bu narsaga o'zim ham ko'rib videoda munosabat bildirib ketish so'zsiz bir zarur narsa ekan deb bildim. Chunki o'ta bugungi jamiyatdagi dolzarb masalalardan bittasi ekan. Iloji bo'lsa hozir mana shu videoni ko'rib sizlar ham bu yerda bo'layotgan haligi jinoyatchi otani muammolari haqida eshitsanglarda keyin buni javobiga to'xtalsak. Andijon viloyatining Paxtabod tumanida yashovchi Qobiljon Qurbonov o'zining o'g'liga yashirincha shar'iy nikoh o'qigan. Ma'lum bo'lishicha, Qobiljon Qurbonovning o'g'li oilali va bir nafar farzandi bo'lgan. Turmush o'rtog'i bilan munosabatlari kelishmaganligi sababli o'zaro ajrashgan. Biroq bu holat rasman qayd etilmagan. Shunday bo'lishiga qaramay, ota o'z o'g'lini uylantirish payida bo'lgan. Xullas, bu jinoyatchi ota nima jinoyat qilibdi desa, farzandi uylanib bir ayol bilan, ya'ni bir kelin bilan uylanib ajrashibdi. Ya'ni odatda o'zbek jamiyatida juda ham ko'p uchrab turadigan oxirgi mahaldagi holatlardan bittasi. Ajrashib ketgandan keyin bu bo'ydoq qolgan yigit, menimcha shu zino qilishni yomon ko'radigan, harom deb biladigan bir yigit shekilli. Nikoh yo'li bilan, ya'ni uylanishni tanlab, yana uylayman degan ekan. Bu jinoyatchi ota bu farzandini uylashlikka shaylanibdi. Ya'ni yashirin yo'li bilan degani qanaqa u yashirin yo'li? Unisini aniq tushuna olmadim. Hozir yana kadrda davomida tushuntirsa kerak, tiniqroq. U yashirin farzandini uyladi degan narsasi qay darajadagi narsa? Ota o'z o'g'lini uylantirish payida bo'lgan. Mutasaddi idoralar, jumladan masjid vakillari bu holatda shar'iy nikoh o'qish mumkin emasligini aytibgina qolmasdan, uning salbiy oqibatlari haqida ham tushuntirish berganlaridan so'ng Qobiljon Qurbonov o'zi nikoh o'qishga qaror qiladi. Qiziq yeri bu yerda shariat peshvolari bo'lgan, ya'ni shariatni nomidan bugungi kunda ish qilayotgan insonlar bor. Hamma yurtlarda o'zi shu narsada qanchalik huquqni kim berganligini aniq bir balansi yo'q. Chunki dinni hayotdan ajratib tashlagan, dinni umuman davlat ishlarida ham, jamiyat ishlarida ham asos qilmaydigan davlat, ya'ni din kishilariga qanaqa huquq beradi, uni o'zimday aqliy jihatdan qarasa tushunib bo'lmaydi. Chunki davlat diniy ishlarga aralashmagandan keyin nikoh, taloq, zakot, namoz deganga o'xshagan diniy amallar umuman davlatda e'tiborda bo'lmasligi kerak. Chunki zino qilishlik islomda harom. Zinodan qochib nikoh qiladida, nikoh orqali ayolga yaqinlik qilish bu halol ish. Nikohsiz shu ishni qilish harom ish. Ya'ni buni halol, bunisini harom deb belgilayotgan narsa shariat bo'lgani uchun musulmonlarda bu diniy tushunchasi, ya'ni nikoh haqidagi tushunchasi. Xuddi ana shu yuqoridagi ayolni nikoh qilmasdan ham olib kelib, bugungi kunda sajitelniца deb qo'yib birga yashashyapti. Shaharlarda ko'proq uchraydi. Rossiyaga borganlarda bo'lsa aksarida shunaqa narsalar uchraydi. Ya'ni borib erkagi ham, ayoli ham o'sha yerda bir-birini topishib oladi-da, aksari shu nikoh qilmasdan birga yashab yurishaveradi. Ya'ni mana shunaqa qilishlik jamiyatda birorta qonun bilan jinoyat deb nomlanmaydi. Buni hamma qilib yuradi. Xohlasa shu ishni qilmasdan kunda shu ayollarni almashtirib zino qilib yuradi, yo bo'lmasam
jamiyatdagi eng bir bugungi kunda tarqalayotgan illatlardan bittasi bo'lgan o'ynashlik orqali, ya'ni ikkalasi noshar'iy, ya'ni nikohlanmasdan bir-biri bilan shunaqangi er-xotinlik munosabatlarini davomli qilib yuradi. Buni menimcha o'zbek jamiyatida yashayotgan g'aflatda bo'lib qolgan odamlardan boshqa hammaga ma'lum bo'lsa kerak. Endi shu yigit va uni otasi bizni shar'iy nikoh bilan nikohlab qo'ying deb o'sha imomlarga, domlalarga, din kishilariga, endi davlat iborasi bilan aytganda din kishilari, o'zi islomda din kishi, dunyo kishi degan bo'lmaydi o'zi aslida. Endi o'shalarga murojaat qilsa, umuman bu narsani yomon oqibatlarini, ya'ni nikohlab olib turib qo'shilish oqibati nima bo'ladi desa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam har bitta amalingga, so'zingga, hatto ana shu ayolingga qiyo boqib qo'ygan bir yaxshi nazaringga ham ajr olasan degan. Ya'ni o'rtasida bo'ladigan mana shu oqibatni hadisda halol nikohdan keyingi erkak bilan ayolning o'rtasidagi munosabatlarda oqibati har doim maqtalgan. Qachon yomonlangan desa, o'sha ikkalasining o'rtasidagi munosabat nikohsiz bo'lsa yomonlangan. Endi u shariatning mutasaddilari o'sha yerda qaytarayotgan qaytarig'ini qaysi shariatdan oldi noma'lum hozircha. Nima deganda ular aniqlik kiritgan emas. Chunki islomda agar xotini bo'lsa ham nikohidagi uni qo'yib yubormagan, ajrashmagan xotini bor odam ham yana bitta nikoh qilaman deb bir domlaga olib borib bizni nikohlab qo'ying desa, uni nikohlab qo'yishligi kerak bo'ladi. Agar u nikohlamasa, boshqa har qanday odam nikohlashi mumkin. Ya'ni shariatdagi nikoh deyotgan narsada o'zi domlani qatnashuvi vojib emas, sunnat emas, mustahab emas, oddiygina muboh ish. Domla qatnashsa ham bo'ladi, domlamas oddiy bir musulmon qatnashsa ham bo'ladi. Chunki unda bir alohida olib boradigan proses bo'lmaydi. Ikki tarafni so'rab qo'yadi. So'rashni menimcha 5-sinfni bolasi ham biladi. Yani balog'atga yetgan 5-sinfni bolasi bo'lsa, aka mana shu qizni olasizmi? Opa shu akaga tekkani rozimisiz desa, roziman desa, siz shuni qabul qildingizmi desa, qabul qildim desa, shunga bir 2-3 ta mo'min odamlar guvoh bo'lib tursa, to'g'rirog'i 2 ta kifoya o'zi. 2 ta balog'atga yetgan aqlli musulmon odamlar guvoh bo'lib turgan bo'lsa, shariat mana shu nikohni sahih nikoh, ya'ni hamma shartlari to'liq topilgan nikoh deb hisoblaydi va bu ikkalasini endi o'rtasida bo'ladigan munosabatlar halol, nafaqat halol, hatto savobli bo'lgan munosabatlar deb e'tibor qilinadi. Bu yerda alohida bir nimanidir o'qishi, boshqa qilishi u nikohning shartlaridan emas. Lekin ana shu yerda bir ilmli odam, dindan yaxshiroq xabari bo'lgan odam ikkalasiga chiroyli nasihatlarni qilsa bu yaxshi. Lekin aynan nikohni ustida kelib olib shu chiroyli nasihatlarni qilishligi shart emas. Nikohgacha o'sha erkak ham, ayol ham nikoh haqidagi haqlari, ayolda erkakning haqlari haqida shunaqangi imomlarga, ilmli kishilarga, ahli ilmlarga murojaat qilib bilib olishligi mumkin. Nikohda ikkalasini so'rab qo'yishligi kerak. So'rasa ikkala tarafga vojib bo'ladi. Ya'ni nikoh to'g'ri bo'lish uchun ijob qabul qilish. Ya'ni bittasi rozi bo'ladi, ikkinchisi qabul qiladi. Shunga ikkita musulmon odam guvoh bo'lsa, nikoh to'g'ri nikoh hisoblanadi. Ya'ni Hanafiy mazhabida, endi nimaga ta'kidlab Hanafiy mazhabida deyapman desa, bizni diniy idora xodimlari ham, umuman davlatda bir nomidan chiqib olib turib gapiradigan din arboblari ham hammasi bitta narsani qat'iy ta'kidlashadi. Biz Hanafiy mazhabi bo'yicha yashaymiz, Hanafiy mazhabi bo'yicha amal qilamiz degan narsani juda urg'u berib aytadi. Albatta Hanafiy mazhabi juda ham chiroyli, hukmlari o'z o'rnida bo'lgan, har bitta narsasi shariatdan ishlab chiqilgan mazhab. Bu mazhabga albatta hurmatimiz baland. Men o'zim ham mana shu Hanafiy mazhabini shar'iy yech bergan ijtihodlarini juda chiroyli, to'g'ri va haqiqatda o'rinli ijtihodlardan deb bilaman. Yuqorida aytayotgan gapim, ya'ni Hanafiy mazhabida nikohlanayotgan odamlarning o'rtasida yuqorida aytganday ijob qabul va ikkita musulmonning guvoh bo'lishligi kifoya. Unda domlani ishtirok qilishi, muftiyni kelishi, qozini bularning orasida o'tirishi, yo'qsa mahalla imomini
bularga haliginaqa oq fotiha berishi, bu narsalar Hanafiy mazhabida birortasi yo'q. Ya'ni xuddi o'sha yuqorida aytganimizdek haligi jinoyatchi ota o'zi o'tkazib olib shu kelini bilan o'g'liga shunaqangi ijob qabulni so'rasa, ya'ni sen rozimisan, sen qabul qildingmi deganda, ya'ni ikkita guvohni yonida shu ishni qilsa joiz. Ya'ni buni kadrda aytilayotganday atayin bir din mutasaddilaridan so'rab ruxsat olishi Hanafiy mazhabida umuman qadrsiz. Agar yo'q deb bir raddiya bildiradigan odamlar bo'lsa, Hanafiy mazhabida aynan qanaqa? O'shalardan ruxsat olinadimi, yo'qmi? Xabarini qilsin. Bu birinchisi. Ikkinchisi, avval uylanib ajrashayotgan odam, ya'ni davlat belgilagan zakisni uzdirmagan bo'lsa ham, uzdirgan bo'lsa ham farqi yo'q, undan keyingi ayollarga nikohlanishi joiz. Bo'lib ham uni ayoli yo'q ekan. Ayoli bo'lganda ham uni ustiga nikohlashish Hanafiy mazhabida joiz bo'lgan ishlardan. Uni kimdir kelib taqiqlab, unaqa qilmagin, buni oqibatlari yomon. Ya'ni islomda endi din nomidan gapirayotganda uni oqibati deganda dunyoda bir gunohga botib bir sazoyi bo'lasan yo bir jazoga mustahiq bo'lasan, seni jazolashadi. Yo'qsa mana shu ishing uchun oxiratda bir Alloh huzurida gunohkor bo'lib jazoga giriftor bo'lasan deyotgan narsalarni bizda shu oqibati yomon deyotgan narsalar shu narsalar. Ya'ni oqibatidan ogohlantirgan domlalar nima deb ogohlantirganini bu yerda matnini aytmabdi-yu, lekin nima deb ogohlantirgan bo'lsa ham mana shu. Endi biz yaxshi gumonda bo'lamiz musulmonligiga uchun. Balkim oqibatini yomoni deyotgani mana bu kufr davlat islomda hayotdan sipirib tashagan, mana bu islomda hayotga umuman kerak bo'lmaydi. Demokratiyani hukmlari bilan baxtli bo'lamiz deyotgan davlat tarafidan senga tazyiq bo'lishi mumkin. Uyingga kelib seni bezovta qilishi, olib borib olib seni xuddi bir jinoyatchi yo bo'lmasam huquq buzar kabi seni ustingda bir sud ishlarini olib borishi mumkin degan dunyoda bo'ladigan oqibatlaridan ogohlantirgan bo'lsa, mayli, unda ikkinchi tarafini qaraymiz. Shariat peshvolari bo'lgan odamlar mana shunaqangi zulmlarni ko'rib, musulmon halol bir shar'iy nikoh qilaman deyotgan mahalda uni nikoh qilishidan to'sib, undan ko'ra mana bemalol mana diskotekani tungi barda ochib qo'yganmiz. Borib o'sha yerdan tanlaganingni borib zino qilib, noshar'iy maishatingni qilib, ishrat qilib yashab yuraver deydigan narsani ko'rsatayotganlarga qarshi kurashishligi, ularda mana shu buzuq tushunchalariga qarshi bor kuchlari bilan shuni o'zgartirish uchun harakat qilishlari o'zi ana shu diniy mutasaddi olimlarga farz bo'lar edi. Endi o'shnaqa qilgan bo'lsa Alloh rozi bo'lsin deymiz. Endi uning orqasidagi kadrda orqasidagi domlalar nima degandan xabarimiz yo'q. Lekin mana shunaqangi demasa, kimisi bo'lsa ham o'sha shar'iy nikoh qilib oilamni chiroyli shar'iy yo'l bilan boshlayotgan odamga nisbatan qarshilik qilayotganlar tarafida turgan bo'lsa, Allohning o'zi saqlasin, o'shalarning gunohlariga sherik bo'ladi. Endi buni oqibati nima bo'lganini yana tomosha qilaylik. Farzandiga otasi tomonidan shar'iy nikoh o'qigan. Endi u maxsus diniy bilimga ega bo'lmasdan turib yoki diniy idoraning ruxsatnomasini olmasdan turib bir oilani buzishga sabab bo'lib qoldi. Qiziq yeri sud tarafidan gapirayotgan bu odamlarning gapi qiziq. Birinchidan, ya'ni shar'iy bilimi bo'lishni yuqorida aytdik. Nikoh qiluvchi odam uchun hech qanaqa shar'iy bilim talab qilinmaydi. Chunki u yerda bir o'qiydigan, aytib beradigan, uzundan uzoq hech narsa yo'q. Xutba degan narsa bor. Xutba degani Allohga maqtov, payg'ambarga salovat. Buni o'zbek tilida ham, ya'ni o'zlari tushunadigan tilda aytsa, qaytanga yaxshiroq bo'ladi. Bu namozning ichidagi Qur'on tilovati emas. Shuning uchun bu narsaga hech qanaqangi diniy bir daraja, unvon shart emas nikoh o'qishlik uchun. Ota farzandiga o'qigan bo'lsa, eng to'g'ri nikohlardan bittasi shu. Ota farzandiga o'qigani afzal. Ota o'lganda farzand unga janoza o'qigani afzal. Mana shu bizning Hanafiy mazhabida afzal deb qaraladigan taraflari. Endi ikkinchidan, diniy idoralardan nikoh uchun ruxsat olinmaydi. Nikoh uchun o'sha erga berayotgan qizni otasidan ruxsat olinadi. Qizingizni berasizmi deb. Muftiydan borib, "O, falonchi menga qizini berarmikan? Nikohga siz ruxsat berasiz" deb muftiydan ruxsat so'ralmaydi. Endi davlat idoralaridan deyotganda umuman O'zbekiston davlati dinni hayotdan umuman ajratishib
dining ham, xudoying ham, davlatning ishiga ham, jamiyatning ishiga ham javob bermaydi. Buni hayot ishlariga aralashtirmaymiz deb hayotdan ajratib tashlagan. Ya'ni konstitutsiyada din davlat ishlariga, siyosat ishlariga, jamiyat ishlariga aralashmaydi, bu tashqarida turadi. Buni sof o'zimizni tushunchalarimiz bilan, ya'ni erkinlik ko'z qarashimiz bilan yechamiz deb turib dinni hayotdan ajratib tashlagan. Endi qiziq yeri, o'zlari dinni umuman hayotga e'tiborga olmaydi-da, lekin diniy amalni qilayotgan odamni diniy ishiga yana davlat kelib aralashadi. Ya'ni davlat idoralaridan ruxsat olish kerak. Va yana bir qiziq yeri, bitta oilani buzilib ketishiga sabab bo'ldi deyotgani, qaytangi nikoh bilan bitta oila qurilmaydimi? Endi avvalgi ayolini, ya'ni ajrashib ketib talog'ini bergan ayoli haqida aytayapsa, u oila buzilib bitgan. Yangi oila qurmoqchi, endi oila buzilib talog'ini berib ikkalasi yashamayotgandan keyin bu yigit hali hindularga o'xshab bir umr uylanmasdan bo'ydoq o'tish kerakmi desa, yo bo'ydoq o'tish shart emas, bu nikohlanish kerak. Agarchi ayoli nikohida turib ajrashmagan bo'lsa ham, yana boshqa bir ayolni shar'iy nikoh bilan olib bilan yashagani ham islom shariati ruxsat beradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan: "Fankihu ma toba lakum minan nisa masna va sulasa va ruba." O'zingizlarga halol bo'lgan ayollardan 2 ta, 3 ta, 4 ta qilib olinglar dedi. Ya'ni bu Alloh subhanahu va taoloning so'zi. Endi Allohning so'zi e'tibor bo'lmasdan yo'q, bitta olasan degan bizda qaror bor, bo'ldi. U bilan to zaksda ajrim qilmaguncha boshqa nikoh qilishliging mumkin emas deb taqiqlash, bu o'zi bir erkin fikrli, o'sha o'zlarini demokrat deyotgan buzuq tushunchalarida ham mana shu ish noto'g'ri. Chunki shaxsning erkinligini to'sib bo'lmaydi. Endi shariatga olsa umuman noto'g'ri. Alloh subhanahu va taolo chiqargan qonunni oyoq osti qilib, yo'q, u Allohing aytaveradi, mana shu qonun bilan yashaysan desa, nauzubillah, hatto dindan chiqib ketadi bunaqa odam. Ya'ni Allohga ochiqdan ochiq qarshi chiqib, Allohning oyati bilan hisoblashmagan odam bu dinga aloqasi yo'q odam bo'ladi. Endi bu odamni nima qildi oqibat? Bu jinoyatchi deyotgan haligi qo'shtirnoq ostidagi jinoyatchi otani nima deb sazoyi qilishdi? O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 13-moddasiga muvofiq nikoh fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlarida tuziladi. Diniy rasm-rusumlarga binoan tuzilgan nikoh huquqiy ahamiyatga ega emas. Tegishli idora ruxsatsiz shar'iy nikoh o'qigan har qanday fuqaro mavqeidan qat'iy nazar qonun oldida javobgardir. Mana endi bu demokratik qonunlarni qarang. Yuqoridagi Oila kodeksi bo'yicha shar'iy nikohda umuman hayotda qadri yo'q deyapti. Ya'ni qonunan zarracha bir qadri yo'q. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning Qur'ondagi hali oyatiga shundoq mos tushadigan gapni gapiryapti. Ya'ni afa hukmal jahiliyati yabghun. Sizlar johiliyat hukmron bo'lishini, ya'ni dinsizlik hukmron bo'lishini xohlaysizlarmi deyapti Alloh taolo. Va man ahsanu minallohi hukman liqawmin yuqinun. Allohdan haqiqiy qo'rqib, haqiqiy bir yaqinan bir ishonib qo'rqadigan mu'minlar uchun, iymonli kishilar uchun Allohning qonunidan ham chiroyliroq bir hukm bormi o'zi? Ya'ni Alloh hukmini tashab qo'yib, hozir aytayaptiki, zarracha qadri yo'q u diniy o'qilgan nikohi va shar'iy o'qilgan narsalarini. Uni biz oila deb hisoblamaymiz deyapti. Shuni qilib qo'ygan odamni-chi desa, bu odamni jazoga loyiq bo'lgan, ya'ni mayli u ma'muriy jazo bo'lsin, jinoiy jazo bo'lsin, chunki boshida ma'muriy jazo beradi, yana qaytalasa keyingisiga jinoiy jazo beradi o'zi. Shunaqangi bir qilmish deb biladi. Ya'ni bu tuzum bugungi kunda bizni boshimizda ijro qilayotgan bu tuzumning asl basharasi mana shu. Allohning tuzumini, qadrini yo'q deb biladi. Mabodo shuni qadrlab olib kelib turib hisobga olib qilsang, seni jinoyatchi qatori ko'radi. Allohning so'zlari hayotda ijro bo'lsin deb bugun qancha minglagan odamlar turmalarda ana shu gapi uchungina yotibdi. Yani Allohning so'zidan, Allohning hukmlaridan chiroyliroq bormi yana? Kelinglar Allohning hukmlarini, Allohning so'zlarini hayotda ijro qilaylik degani uchun mana shu buzuq tuzumimizga bir bularni ko'lankasi tushyapti.
buzuq tuzumimizni yo'qotish niyatida, ya'ni niyatlari uchun qamab tashlagan. Ular birorcha joyda borib tortib oladigan, birorta hokimiyatni olib qo'ygan joyi bo'lmagan. Lekin xuddi mana shu ayblar bilan bugungi kunda 20 yilda yaqindan beri 10 minglagan odamlar shu jinoyatlar bilan o'tiribdi. Ya'ni Allohning so'zini hayotda ijro qilishni talab qilgan va jinoyatchi bo'lgan. Xuddali yuqoridagi biz aytgan jinoyatchi otaga o'xshab farzandiga o'qib qo'ygan nikohi uchun borib uni hammani yanada sazoyi qilindi va yana unga bir javobgarlikni ham bo'yniga ilib qo'ydi. Shu to'y kuni belgilanib, uning ichida komitetlar yetib keldi, to'y boshlayapsan deb, uchasi to'y keldi. To'y to'xtatasan dedi. Bo'pti dedik, keyin biz to'y kuni belgilab, ana odamlar aytilganida, xarajatlar bo'lganida to'xtatish iloji bo'lmay, domlaga borsam, domla topilmadi o'qiydigan. Shu noilojlikdan shu o'g'lim o'zim shar'iy nikohlab qo'ydi. O'z o'g'liga yashirincha nikoh o'qigan ota Qobiljon Qurbonovga O'z o'g'liga yashirincha nikoh o'qigan ota ekan. Yani to'yga odamlarni chaqirib qo'ysa, ular bilmadim, odam emasmikin u kelgan odamlar. Mayli o'sha nikohda ham ikkita odam bo'ladi, nima bularning nazdida bu ikkita odam emasmi? Ya'ni yashirincha deyotgani, endi nikoh bir jinoyat emaski, bir qilmish ish emaski, uni yashirinib qilsa. Endi o'zi bir odamni ayblayotganda aytdik-ku, 20 yildan beri qamalib o'tirgan odamlarning aybi ham shunaqa. Yashirin tashkilot tuzgan deyotgani o'sha yuqoridagi akamiz qilgandaqa o'tirib olib Allohning dinidan suhbatlashgan o'zi aslida. Yashirin bir tashkilot tutgan deb uni qo'rqinchli qilib aytayotganda mana asl basharasi. Yashirin nikoh o'qigan, o'tirib olib, yig'ib olib deyotgani. Endi hammanglar nikoh o'qitgan bo'lsanglar kerak. Yo bo'lmasa nikoh o'qiganni ko'rgansizlar yosh bo'lsanglar ham. Mana shu yashirin nikoh o'qigan degan vahimali gaplarda tagida nimalar yotibdi? Dinga qarshi bo'lgan bu tuzumni asl basharasi mana shu yerda ochilib ko'rinib qolyapti. nisbatan ham Paxtabod tuman ma'muriy sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy jazo to'g'risidagi kodeksning 201-moddasi 2-qismida ko'zda tutilgan jazo chorasi qo'llanildi. Mukarram. Xullas, mana bitta jinoyatchi otani o'zini farzandini halol yo'l bilan yashasin, ya'ni harom bir zino qilib, o'ynab, buzuqlik qilib, tungi barlardaligi davlatimiz keng qilib ochib qo'yib, hammaga imkoniyatlarni yaratib bergan buzuqchiliklardan yana foydalanib qo'ymasin deb turib, bir chiroyli bir iymoniy muhitda bir nikoh uyushtiraman desa, oxir oqibat nima bo'ldi desa, jinoyatchi bo'ldi, ma'muriy jazoga tortdi. Shu ishini yana tavba qilmasdan biror marta qaytarsa, keyingi safar endi og'irroq bir jinoiy ish ochadi. Shuning uchun bugungi kunda har bitta gaplarda eshitayotgan mahalimizda sal bir diqqat bilan eshitaylik. Ya'ni birovni ayblayotganda yashirin tashkilotlar tuzib, yo'qsam yashirin bir diniy bilimlar berib deydi. Masalan, yaqindalik Qur'on o'qib o'tirgan kampirlarni otin ovu deb kino anaqa bir ko'rsatuv ishlab chiqishdi. Ko'rgan bo'lsanglar, 1 yil bo'lib qoldi bunga. Ya'ni Qur'on o'qiyotgan kampirlarni 60-70 yoshdagi kampirlarni huquq buzar deb ularni ham xuddi shu akamizga o'xshatib olib borib sudlashdi. Nimaga desa, ular yashirin Qur'on o'qiyapti. Qur'onni yashirin o'qimasdan uni nima, ploshni mustaqillik maydonni o'rtasiga borib olib, kursi qo'yib olib o'qiydimi? Endi Qur'onini ham endi o'zlari to'planib olib o'qishlikka haqqi yo'qmi? Endi kampir bo'lganda ham haqqi yo'qmi? Mayli yosh bo'lsa bu maktabda o'qishda, uyda bo'yda deb shunaqa bahonalarni qilishardi. Uyda saharda yig'ilib olib, shunaqangi deb vahimali ovozlar bilan ularni sud qilib hammasiga shtraf soldik bu kampirlarga deb maqtanishgan edi. Endi nikoh o'qigan chollarni olib borib shunaqangi sudlashyapti. Kechagindagina Qur'on o'qiyotgan hujradagi bolalarni olib chiqib olib, yaqindagina o'zlari musobaqa qilib, hamma hujralarda adresini bilib olgandan keyin bitta shunaqa qilib 150 dan oshiq hujralarni bosdi va hammasini o'sha zulmat hujralardagi bir zulmat qorong'ulikda qolgan odamlar deb hammasini eldi yonida sazoyi qildi. Hatto ba'zi bir odamlar ustidan jinoiy ishlar qo'zg'ab, bugungi kunda ustlaridan sud ishlari yurib boryapti.
Shuning uchun bugungi kunda jamiyatda mana shunga o'xshagan narsalarni kuzatayotgan mo'min odamlar shunaqangi nohaqlikni ko'rganda hech bo'lmaganda qalbidan shunaqangi nohaqlikka nisbatan bir Alloh taolo mana shu buzuq tuzumni boshimizdan ko'tarsin deb duo qilishga yarasin. Qo'lidan keladiganlar, qo'lidan, tilidan keladiganlar tili bilan Alloh subhanahu va taoloning so'zlarini jamiyatda uni o'nglaydigan, davlatda uni boshqaradigan tuzum sifatida hayotimizga qo'llanishimizni Allohdan duo qilib ham so'rasin, qo'lidan keladigani amal qilib, shuni hayotda ijro qilib yashashlikka bor imkoniyatlarni sarflasin. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni shunaqangi bir nohaqlik jamiyatdagi bo'layotgan munkarni ko'rgan mahalda uni yo qo'limiz bilan yo tilimiz bilan o'zgartiradigan harakat qiladigan mu'minlardan qilsin. Qalbimizdangina yomon ko'rib qoladigan eng zaif iymondagi kishilardan bo'lib qolmaylik. Yo bo'lmasam ana shu ishga rozi bo'lib, yo bo'lmasam ana shu ishga ishtirok qilib o'zini qaysidir bir ishtiroki bilan qo'shilib yo tili bilan mu'minga ozor beradigan, yo qo'li bilan mu'minga ozor berib, musulmonlikdan mosuvo bo'lib qoladigan bir nomardlardan bo'lib qolishlikdan Alloh subhanahu va taolo o'zi panoh bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.